Mashaalloh do'stlar. Mashaalloh deb yozib ketish esingizlardan chiqmasin. Bugun operator Bekani kanalida 140 kvadrat bo'lgan 9-qavatdagi shunday go'zal manzaraga ega bo'lgan domni ko'rsatgani keldik. Videoda kuzatib turinglar. Qirg'iziston o'shari Bekmamat Osmonov ko'chasi oldimizda. Ya'ni Oasis bor, Ali Power kafesi, Do'stlik Urgovoydan Yangi bozor tomonga qarab kelayotganimizda shu svetoforda o'ziga tushgan o'ng qo'limimizdagi Zamzam qurilish kompaniyasiga tegishli dom bo'ladi. Do'stlar, bu domimizni suv, svet, gaz, lift, отопление hamma shartlari qaralyapti ekan inshaalloh va bu domni bir yil inshaalloh remontga topshiradi deyishyapti. Do'stlar, qani 9-qavatga yuringlar. Biz 9-qavatga chiqdik. Liftdan tushganinglarda chap qo'lga yuramiz va yana chap qo'lga. Bu yerimiz ya'ni VIP podez deb qo'ygan. Mana bunaqa chiroyli qaranglar podezni. VIP podez. Do'stlar, to'g'risi men birinchi marta reklama qilyapman VIP podezni. Nimasi VIP desiz, mana shunaqa chiroyli bir dizaynlarni qilib beradigan va bu yerda qo'shni ham 3 ta dona qo'shni bo'ladi ekan. Mana 1, nari 2, sizlarga aytganimiz 3. VIP podezlarda maza qilib zo'r atmosferada yashaginglar kelsa, ushbu kvartiramizni ko'ringlar qadrdonlar. 140 kvadrat. Juda ham katta, как yer uyda singan ekan. Yaqinroq kelmaysiz, uzoqroq turasiz. Holni kattaligini ko'rsatib beraylik. Ana shu yerdan turishda burilasiz. Mana. Kirolishimiz shunday bir kattagina bir holchamiz bo'lyapti. Bunimiz ya'ni dushimiz deylik. Endi chap qo'limizda hojatxonamiz bo'lyapti. Dush, hojatxona bo'ldi. Endi kelinglar. Bu yoqqa kelganimizda bu kuxnyamiz bo'lyapti. Sal yaqinroq kelib berasiz. Kuxnyamiz. Buni ham o'zi gazlari tushgan, suvoqlari bo'lgan korobka holat. Kuxnya. Endi buni oldida shunday bir go'zal manzara bor. Qaranglar, mashaalloh. Katta uglovoydagi bu hol deb qo'yilgan bo'laveradi. Bir studiya qilsalar ham bo'laveradi, to'g'risi. Qaranglar, qanday chiroyli do'stlar. Mashaalloh. Bu yoqqa keladigan bo'lsanglar, bu yog'imizdan olib berasiz bu tomondan. Do'stlar, ya'ni oling. Chap qo'lga qaraydigan bo'lsak, Do'stlik Urgovoy viramizda Osh City zdaniyalari. Uni ro'parasida Sulaymon tog'lar ko'rinib turadi. Endi mo tomonimizga qaraydigan bo'lsanglar, juda ham bu yer manzaraga boy joy ekan. Mo pastimizda yo'llarimiz chiroyli bo'lib tushyapti. Do'stlar, o'zingizlar bilasizlar. Qaranglar mana. Bu yog'imiz Yangi bozor. Ana Yangi bozorni ham bitta trubkasi yaqinlashtirib, zontilarga o'xshagan mana Yangi bozor. Haligi Makkaga borganlar, Umraga borganlarida sayohat qildirayotganda-chi, ko'rsatdik, mana hojilarimiz o'tirishadi deb zontilar, xuddi shunaqa zontilar. Va shunday panoramli romlarimiz. Mashaalloh, do'stlar, qaranglar. Bu tomonimizda yana bir chiroyli manzara. Haqiqatan bunday ruhingizdan oladigan manzara bor ekan bu domda, do'stlarim. Ko'p gapirmasam bo'lmaydi, chunki manzara menga juda ham yoqdi. Hamma odam manzarani yaxshi ko'radi, prirodani yaxshi ko'rmagan insonda o'zi bo'lmasa kerak, do'stlar. Mashaalloh, sheringlar. Kuxnyani ko'rdik, hojatxona, sanuzul. Do'stlar, endi bir mashinani olib berasiz. Bu bir mehmonxona qilsanglar ham bo'laveradi, kattagina, chiroyli, mashaalloh. Kelinglar. Buni oldida yana bitta xonamiz bor. 140 kvadrat, do'stlar. Yer uyda singar katta mana. Bunimizdan yana bitta xonamiz. Buni ham bir spalnik qo'yinglar, detskiy spalnik qilinglar. Zamzam qurilish kompaniyasiga tegishli ushbu domimiz, ya'ni 140 kvadrat, 9-etaj bo'lyapti. Puli kvadrat metri $1000 kami bor ekan. Kvadrat metri $1000 kami bor, do'stlar. Kelib dokumentlarini tekshirtirib, zo'r bo'lsa olib maza qilib, solinglar, maza qilib yashanglar, do'stlarim. Yashashni bilgan yashayapti ammo, do'stlar. Yozinglar 0550 bilan 68 65 62. Qaytaraman, 0550 bilan 68 65 62.